eski dom, baquvvatroq uy bo'lsin, kattaroq bo'lsin deganlar uchun вообще zo'r variant. 106 kvadrat, 4 xona, почти 5 xona qilingan. Короче, uzoq ekskursiya qilamiz. Bu yoqdan boshlaylik, spalnidan. Ko'rib turgan hamma narsalar qoladi. Shundoq ko'rpa to'shaginglar, idish tovog'inglar bilan kesinglar bo'ldi. Bu yerdachi salkam 3 ta spalni bor ekan. Konditsionerlar ham shu 4 ta, har bitta xonada отдельный konditsionerlari ham bor ekan. Bu yana bitta детский xona. Hamma narsasi qoladi. Parda, kravat, gilamlarigacha. Sanuzel отдельный vannasi bor. Shunisi mazza, отдельный bo'lganda baribir men komfortliroq deb o'ylayman. Bu xonadan chiqsanglar, keyingi xonamizga kiramiz, zalga. Zal ham kattagina mehmon kutib olishga. Zaldan ichkarida yana spalni bor. Uy вообще labirint bo'lib yotibdi. Eng qizig'i, spalnining ichida kichkina kladovkasi bor. Bu yog'ini как dushovoy qilsanglar ham bo'ladi, bemalol. Hammom qilib, dush qilib olishga spalni qilgandan keyin bu yerdan chiqsanglar keyingi joyga boramiz. Ekskursiya bu uyda aylanib yuradigan joy ekan. Bu yoq bor ekan. Bu yoq как kuxnya, общий qilingan desanglar bo'ladi, отдельный xona qilsanglar ham bo'ladi. Bu yerda o'tirib choy ichib, televizor ham bor qo'ysalar. Bu yoqda уже рабочий zona, ovqat qilasizlar, ozgina remont qiladigan joyi bor ekan oshxonasida. Bitavat texnika hammasi qoladi. Idish yuvadigan posudomoykasi ham bor ekan, polni. Xo'p, bu xonamizda oxirgi xona spalni. Bu yerda ham ko'rsa kravatlari, hamma narsasi bor. Ozgina to'g'risi освежить qilib olish kerak. No zato 106 kvadratli xona. Holga chiqamiz, keyin hojatxonasi ham отдельный kichkina bitta bor ekan, esdan chiqib qolmasin. Mana отдельный hojatxonasi ham bor. Ko'rib turgan hamma narsalar qoladi. Uyimizda вообще idealniy. Lokatsiyasi вообще zo'r. Sergeli 5 tamizda, Dehqon bozor yonimizda, Mashina bozor oldimizda, metro bekati shuni oynadan ko'rinib turadi. Golden Life orqasi. Xullas, lokatsiya hamma narsa oldinglarda bor. Uyimizda 106 kvadrat, 85 ming deyishyapti. Ipoteka ham qilib berishar ekan. Uy egalari nomerini shu yerda qoldiramiz. Telefon qilib o'zingizlar bemalol bog'lanasizlar. Yana bir marta kelib ko'rsanglar ham bo'ladi.